Bu joyga kelib to'g'risi shokka tushdim. Nimaga? Faras qiling, domda turasizda. Domda turasiz, ikkinchi etaji polniy sotib olingan. Mana shu ko'rib turgan ikkinchi etajida polniy sotib olinganda, eng qizig'i oldida Energy Via qurilyapti. Orqa tomonda JK Botanika qurilyapti. Keyin Sampi oldimizda. Polniy infrastruktura rivojlanib kelayotgan joy hisoblasa bo'ladi, bemalol. Shu joyimizni arendaga berilyapti. Narxini $12 kvadratiga so'rayaptilar. Plus tomonlaridan polniy цельный ikkinchi etaj 1400 kvadrat plus xodnoy gruppalari bor. Xodnoy gruppalari 150 kvadratlik joyi bo'ladi. So'kilni qavati 150 kvadratlik joy bo'ladi. Общий shunda 1700 kvadrat bo'lyapti. Menimcha вообще shikarniy. Balkonlarni bitta birlashtirib olsanglar, вообще katta joy bo'ladi. Shunga telefon qilaverasizlar.